choy damlash mumkin bo'lgan daryo. Peru junglelarida joylashgan noyob Shanay-Timpishka daryosida suv harorati odatda 80-95 gradus, ba'zi joylarda esa 100 gradusgacha yaqinlashadi. Daryodan ko'tarilgan bug' va qaynatilgan go'shtga o'xshash hid bu yerda cho'milish mumkin emas deb sizni ogohlantirayotgandek bo'ladi. Tasodifan tushib qolgan hayvonlar bir necha soniyada nobud bo'ladi. Issiq qismi qariyb 602 kilometr uzunlikka ega, chuqurligi esa 4-5 metr atrofida bo'ladi. Mahalliy aholiga qadimdan tanish bo'lsa-da, ilmiy olam uni atigi 10-15 yil oldin jiddiy o'rganishni boshlagan. Daryoni tadqiq qilgan olim Andres Ruzo bu joyni ulkan saunaga qiyoslagan. Daryoning o'zida deyarli hech qanday jonivor yashamaydi. Faqat harorati pastroq bo'lgan hududlarda taxminan 50 gradus atrofida termofil mikroorganizmlar uchrashi mumkin. Shanay-Timpishka so'zi quyosh issiqlikda qizigan degan ma'noni anglatadi. Lekin aslida suvni isitayotgan narsa yer ostidan chiqayotgan geotermal issiqlik. Shu tufayli u dunyoda juda noyob hodisa hisoblanadi. Vulqonlarga bog'liq bo'lmagan, qaynab turgan yagona daryo. Qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'ling.